Umumiy 6 million chegirma qilyapti. Shu darvozaga. Bitta darvozamiz kam ta'minlangan oilaga tekinga byudjetga shuni olib borib o'rnatib beradi. 5 milliondan oshiq skidkada mana shu darvozani akam bepulga berib yuboradilar. Addushi 3 million 300 ming so'm skid bo'lyapti aka. 3 million 300 ming so'm skid. 20 kun kutishmaydi. 1-2 kunning ichida olib borib o'rnatib skidkani kattasi bo'lyapti. Darvozalarimiz kraskalariga 5 yil garantiya bor, xudo xohlasa. Assalomu alaykum, Barakot o'z YouTube kanali qadrli obunachilari, yaqinlar omonmisizlar? Abuloshkada teaserda ko'rganinglarda Akramjon akamiz darvozalarini ko'rsatgan kelganmiz. Akam sezon oxiri skidkalar qilib beraman deyapti. Akramjon aka, necha pullik skidka qilib beramiz aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p aka, eng katta darvozamiz 6 million so'm skidka qo'yib beramiz. Bitta darvozamiz kam ta'minlangan oilaga tekinga byudjetga shuni olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, yaqinlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Hadiya uchun darvoza ham bor ekan. Bu uchun sizlardan so'raladigan narsa chiroyli kommentariya bo'lsa bas, xudo xolasa albatta sizlar uchun darvozalarni ulashishda, ko'rsatishda davom etamiz. Akramjon aka, qaysi burchakdan boshlaymiz aka? Aka, mana shu bir boshdan boshlayveramiz. Bir boshdan boshlaymiz. Darvozalar hammasi inshaalloh bejirim, sizlar uchun, aksiya uchun yasalgan darvozalar. Bu darvozamiz o'sha Dubay fasonda, o'sha pechatli varianti. Razmerlarga keladigan bo'lsa, eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr. Profillari yondori 15, 1,5 stenga, tagi 10 shibilar, profil 6 1,2. Listlar ham shu 1,3 variantda qilib berilgan. Aksiyada narxini aytadigan bo'lsak, mana shu darvozamizni 5 million 100 ming so'mga borib o'rnatib beramiz. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa, 6 million 300 ming so'mga borib o'rnatib beramiz. 1 million 200 ming so'm razisa qilyapti. 1 million 200 ming so'm chegirma sizlar uchun yaqinlar. Bundan foydalanib olinglar. Agar razmeringlar tushadigan bo'lsa, razmerlaringiz tushmasa ham Akramjon akam yaloqaga chiqinglar, maksimalni chiroyli narxlarda qilib olib borib ustanovka qilib berishadi. Bundan keyingi darvozamiz o'sha keyingi darvozamiz ham o'sha Dubay fasonda, razmer kattaroq. O'sha eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr. 2.15 tagi 8.6 1,5 stenga, tagi 8 shibilar, profillar ham shu 6 ko'tir, listlar shu 1,3 variant. Arkalar joylariga chiroyli qilib gullar berib qo'yilgan lazerda. Xo'p, bundaqa ruchkalar qo'yib qo'ygan, doqalar chiroyli qilib, bu nirjavika varianti. Mana nirjavika bo'lib ham mokriga zo'r tushibdi aka. Chiroyli holatda. Juda ham tomli rangda. Tomli holatda. Chiroyli. Xo'p, buni narx-navosi qanaqa aka? Xo'p, narx-navosi aka, xo'p, skidkadan narxi 6 million 100 ming so'mga borib o'rnatib beramiz. Eski narxi 7 million 350 ming so'm. Ya'ni 1 million 250 ming so'm $100 foydalariga bor. $100 chegirma qilyapti. Shunga 1 million 200 mingdan oshiq yaqinlar foydalanib olinglar. Dastlabki ustanovkamiz qayergacha bepul, qayergacha pulli aka, aytib o'ting. Oddiy bo'lib, 1-2 kunda olib borib o'rnatib beramiz. Voha tomonlar Toshkentlarga kelish asosida dastlabki qilib chiqazaveramiz. Qilib beriladi. Xo'p, agar summasiga keladigan bo'lsak, summasiga chiqishadigan bo'lsa 1 kvadrat metr 500 ming so'mga to'g'ri keladi. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan chiqadi kvadrat. Shunda o'zi 1 million 200 ming so'm $100 foydada bor. $100 foyda. Razmeri ham chiroyli. Foydalanib juda chiroyli qilib ishlangan darvoza. Keyingisi aka o'ta skromniy variant, turistlik variant deymiz. Xo'p, materiali kelsak, xo'p, ikki yonboshi tepa qismlari 8 ikkilik stenkasidan foydalanilgan. Taglari 8 shivilar. Listlar oldi 1.8, orqa 1.3 variant. Tepalarga lazina qismida havo aylanib turadi, darvozani ko'rkini ochib beradi. Nirjavikalardan foydalanilgan, bu joylarga kraskadan foydalanilgan, qora kraskadan. Nirjavika o'ziga yarasha chiroyli gullari bor, ruchkalari bor. Xudo xolasa, o'ta mo'shni holatda. Shumkalari ham bo'lgan-a bunaki? Bu 100% to'liq shumka holatda. Shumka qilingan. Xo'p, orqa tomonda 1.3 bo'lib qoplangan, oldiga mana shu fonni mashinalar shumkali holatda. Yaqinlar. O'ta qalin. Shumkalar qilingan, xudo xolasa. Nirjavikalar bilan juda ham 1,5 metr qo'llari bilan qo'yib berilgan. Xo'p, materialni tanishtirsak, o'sha 8 ikkilik stenka. Bu darvozamiz va ichki profillariga 10/5 da 1,5 stenkasidan foydalangan. Juda uslubli variantda. Xudo xolasa full desa bo'laveradi. Albatta. Full variantda desa to'g'ri kelaveradi. Bachkana joyi yo'q, lekin o'ta o'sha 2025 da juda ko'p qilindi, skromniy variant. Trend bo'lgan. Razmeri endi 3.90, balandligi 3,5 metrli, отдельный shili bo'lgan. Xo'p. Summasiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 950 ming so'mdan bo'layapti. Orqa summasi 13 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa, 1 million 200 ming so'mdan. Agar
zakazga bo'ladigan bo'lsa, max darvozamiz 13 million 300 ming so'mga borib o'rnaydi. 13 million 300 ming so'mga. Qancha skidka bo'lyapti shunda? 3 million 300 ming so'm skidka bo'lyapti aka. 3 million 300 ming so'm skidka yaqinda. Tayyor darvoza, bu zakaz berishadigan bo'lsa 20 kunda tayyor bo'ladi. 20 kun kutishmaydi. 1-2 kun ichida olib borib, undan olib borib ustanovka qilib beriladi. Tayyor, nalichda turibdi darvozalar yaqinda, xudo xolasa. Kelib ko'raman desa, lakasi tashib beramiz, ishxonadan bemalol kelib ko'rishadi. Yangi darvoza aka. Yangi yasalgan, chiroyli, bejirim qilingan darvoza. Undan keyingisi ham aka o'sha soqqali darvozamizni tarafosan o'zgartirganmiz. Buni ham o'sha optikcha bachkana joy yo'q. O'ta chiroyli holatda, ranglari ham neobычный. Qo'llarni ham ko'ryapsiz, shu 1,5 metr qo'llardan chiroyli qilingan. ruchkalari ham juda ham Juda go'zal. chiroyli. Xo'p, razmeri eniga 3.95, balandligi 3.65 razmerda. Ikki yonbosh taglari shu ikki yonbosh profillar 10/5 ikkilik stenkasi, tagi ulug' shiviller, profillari ham shu 6/4 1.7 stenka, listlari ham shu 1.8 2 qavatli shumkali variant. Shumkali bo'lgan. Xo'p, narxi qanaqa endi aka buni? Bu darvozamiz ham kvadratini o'sha 950 ming so'mdan qo'yib beramiz. 950 ming so'mdan. Zakazga bo'lsa qancha bo'ladi? Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Xo'p, endi shunda bizni skidkamizni narxini ayting aka, necha pul foyda qilishyapti bizni podpischilar? Xo'p, agar mana shu holatda rasmiylar tushib bo'ladigan bo'lsa 13 million 500 ming so'm olib borib o'rnatib beramiz. Agar zakazga shu rasmiyda chiqadigan bo'lsa 18 million 700 ming so'm bo'ladi. 18 million 700 ming so'm bo'ladi. Nihoyatda aqlli skidkani kattasi bo'lyapti. Darvoza lekin chiroyli chiqqan. Birovga misol ko'rsangiz havas qiladigan darajada chiqqan. Haqiqatdan, misol uchun kraskalari ham matviy qilingan, mana yaqinlar qaranglar. Juda ham go'zal. Qarang aka, bu misol uchun suv tushadi, mayga tushib turib, suv o'nnamaydigan variantda qilingan. Mayda suv umuman o'nnamaydi. Ranglari ham ortiqchaligi bachkana joy yo'q, skromniy variant. 5 milliondan oshiq skidkada uni ustiga bejirim qilib ishlangan darvoza yaqinlar. 25 ta ikkalasidan juda ko'p zakaz olindi lekin. Aha, ana. Modasi o'lmaydi, materiali ham mo'shni variant. Mana shu darvozani aka, misol o'zimiz Farg'ona, Marg'ilonda ham juda ham ko'p ko'raman aka. To'g'risi modasi o'lmaydigan narsa. Qiziqib ko'rsalar ham bo'ladi yaqinlar. Xo'p aka, darvozalar ko'rsatyapmiz. Ma'lum bir kafolat belgilangan joylari ham bormi? Bor aka. Xudo xolasa darvozalarimizni kraskalariga 5 yil garantiya bor, xudo xolasa. Xo'p, kraska satishdan oldin yaxshilab yuvib, razvoyetilda gruntobga satishlar, X-loy kraska, X-loy lak satishlar jami 5 sloy holat bo'ladi aka. Gap yo'q, umumiy 5 sloy kraska uchun temir tevasida 5 sloy narsa bor xullas yaqinlar. 5 sloy mahsulot ishlatilar aka. Xudo xolasa bejirim akalarimdan inshaalloh baraka topasizlar. Undan keyingi darvozam, ha? Misol uchun zakazga chiqadi deydigan bo'lsalar, kvadrati 1 million 300 ming so'mdan chiqadi bular. Aha. Narigilar 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Bunisi 1 million 200 ming so'm, bunisi 1 million 300 ming so'mdan zakazga chiqadi. Yaqinlar yana bitta gap, men Jida gapida video qilganman, ko'p video qilaman Akramjon aka. Bitta bu xalqda bu mahallani yoqadigan joyi bor aka menga. Videoda oxirida, videoda o'rtasida aytishadi. Biz aka 1 million 300 ming deb oyoqtirib turib olmaymiz. Misol uchun zakazga chiqishganda ham xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Akalarim maksimalni sizlar tomonga yurib, sizlar xohlagan stenada, sizlar xohlagan shaklda darvozalarni yasab berishadi. Bu narsa bor. Kelishtirib beramiz aka. Kelishtirib yo'li bilan qilib beriladi. Bo'lmaydi. Inson zotiman, sal boshqa qilib kelishtirib beramiz aka. Kelishiladi maksimal. Bitiramiz aka. Gap yo'q. Undan keyingi darvozamiz qanaqa? Darvozamiz o'sha bu ham o'sha haytek bilan pechatni dubay aralashtirganmiz. Razmeri 320 ga 320 ponni ochiladi. Ikki yonboshi tepa 8 ga 6 1.5 stenka, profillar ham 6.3, listlari ham 1.3 variant. Xo'p, summasi keladigan bo'lsak 5 million 100 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. 5 million 100 ming so'm. Skidka narxi. Xo'p, agar zakaz berishadigan bo'lsa 6 million 100 ming so'mga yasab olib borib o'rnatib beramiz. Mana yaqinlar eng arzon darvozaga ham akam 1 million skidka e'lon qilib beryaptilar. Chunki darvoza arzonlashgan sari uni skidkasi ham pasayadi, lekin akamni xudo xolasa mana 1 million so'm shunga ham skidka bor. Xo'p, aka, bu arzon ekan deb kafolatsiz qolmaydimi? Kafolat beriladi maksimal. Eng qimmat darvozaga ham, eng arzon darvozaga ham 5 yil garantiya beradi. Hamma darvozaga bir xil mahsulot ishlatiladi, kraska joriy. Xudo xolasa. Kraskasiga. Yaqinlar aloqaga chiqaverasizlar. Pastda akam telefon raqamlarini qoldiraman. Keyingisi mana. Keyingisi, xo'p, bu ham o'sha haytek razmeri 3 metrga, balandligi 3,5 metrlik darvozamiz. Bu ham o'sha 6 ga 4, dislar 1.3, profillari
1,5 stenka bo'lgan yondoqlar. Tagi ana darvozamiz tagi shivillar bo'ladi aka. Ha, summasiga keladigan bo'lsak 5 million 200 ming so'mga bor o'rnat beramiz. 5 million 200 ming so'm. Skidka narxi. Aha. Agar zakasiga bo'ladigan bo'lsa 6 million 300 ming so'mga yasab bor o'rnat beramiz. 6 million 300 ming so'm. Bunga ham yaqinlar mana chegirmani o'zlaring ko'rib turibsizlar. Foydalanib olinglar. Haqiqatan darvozalar o'ta bejirim ishlangan aka. Gap so'z yo'q. Misol uchun men listda birorta vanna ko'rganim yo'q yoki oshiqcha bir shlak ko'rganim yo'q. Mana yaqindan ko'rib olishinglar ham mumkin. Akam aytib o'tganlaridek, qiziqqanlar bo'lsa lakachalarni tashlab beraman, kelib ko'rib olib ketsanglar bo'ladi darvozalar. Xo'p aka, har bitta darvozaga o'sha manziliga borgandan keyin 50 ming so'mdan 60 ming so'mga qo'ymaymiz. Hammaga Zuber zamni qo'yib beramiz. Ha, chiroyli. Sinovdan o'tgan. Summasi qimmati, lekin yaxshi narsa qo'yib bersak, yaxshi duo bo'ladi orqasidan. Inshaalloh. Arzon narsa bo'lmaydi. Misol darvoza arzon bo'lishi mumkin, zamoga arzon narsa qo'yib berilmaydi. Zamoga arzon qo'yib berilmaydi. Chunki bilasizlar, darvoza temasida ko'p muammo qiladigan narsa zamon. Shu narsani akalarim muammo qilmaydigan, original necha yildan beri. Men to'g'risi darvoza reklama qilganimdan beri eng zo'r zamoy Zuber zamoy, to'g'rimi? Faqat eng zo'r original, yaxshi zamoy. Sinovdan o'tgan o'shanga ham birovga tavsiya beriladi aka. Chiroyli qilib qo'yib beriladi. Undan keyingi darvozamiz bizda aka. Xo'p, keyingi darvozamiz aka razmeri 3 metrga 3 metr. Bu darvozamizda aka ehson sifatida voqosi yo'q odamlarga qo'yib berishimiz mumkin aka. Haqiqatdan voqosi bo'lmasa, kam ta'minlangan oilalarga razmerga tushib qolgan bo'lsa, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Agar voha tomonda bo'ladigan bo'lsa ham dastavka qilib chiqazaveramiz, o'zlari o'rnatib olishaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizda imkoniyat mana shu. Masalan, har bitta videoga imkon qadar qo'shib harakat qilamiz. Bu videoga mana 3 metrga 3 metr darvozamiz. Bu oddiy darvoza emas ekan. Mana darvoza bilan bir xil razmer bilan, materiali bir xilda. Mehnati bir xil bo'lgan, aka. Ko'rinishi arzon darvozaga o'xshamaydi aka. Albatta, mana misol uchun imkoniyatdan kelib chiqib darvozani sotilmagan darvozani akam sizlarga qo'yib berayotganlari yo'q. Lekin mana bo'ladigan darvozani qo'yib beryaptilar. U uchun sizlardan kutiladigan, sizlardan so'raladigan narsa 300 ta kommentariy yozib berasiz aka. Albatta aka. 300 ta kommentariy yozib beringlar, mana shu darvozani akam bepulga berib yuboradilar. Addushi o'sha o'rganib chiqilinadi, o'sha oilasi, ya'ni boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oila bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu darvozani olib borib o'rnayotganini ham inshaalloh sizlar uchun video rolik qilib beramiz. Xolos keyingi videoga ulaveramiz, xudo xolasa shuni ulab yuboralanadi. Endi aka biz videoda boshida aytganimiz katta chegirmadagi darvozamizni ko'rsatsak aka. Xo'p, keyingi o'sha 25 ta trendga chiqazmoqchi bo'ldik, yangilatib yaratganmiz aka bu darvozani. Aqlli darvoza. Qarqi do'ppili dedi, kimdir Ariel dedi. Biz endi mana shu nom qo'yganimiz yo'q, lekin chiroyli qilib chiqazib qo'ydik. Qo'ldan kelgani shu bo'ldi-da. Qo'ldan kelgani san'atimiz shu bo'ldi, yangilik qildik. Darvoza juda ham chiroyli chiqqan. Mana metlari gibkada bukilgan-da buni. Albatta, albatta. Mana gibkada bukilgan, albatta, uloq boshqa yo'q. Yo'q, shunchaki o'sha listni bo'lib stanoyda bukilgan. Chiroyli qilib chiqarilgan. Bundan o'sha listlar 1.8 2 qavat 100% shumkal holatda aka. Materiali 2 yonboshi 10/5 2lik stenka, tagi olloqchi bilir, 6/4 1.7 listlar 1.8 tepasi lazer endi nomer qo'yib qo'ygan aka. Xo'p, razmeri eniga 380, balandligi 3,5 metrli. Xo'p, skidka narxi 11 million 900 ming so'm. 11 million 900 ming so'm. Asl narxi necha bo'lgan bo'lsa, 18 million 900 ming so'mga to'g'ri keladi. 18 million 900 ming so'm. Umumiy 6 million chegirma qilinyapti shu darvozaga. Yaqinlar foydalanib qolinglar. Haqiqiy qo'l mehnati, shumkalari full variantda deb borsak bo'laveradi aka buni. 100% full variantda. Bir joyga borib undan qaytmagan darvoza, yangi darvoza, o'zimiz reklamaga chiqazganmiz. Mana kimda razmeriga kelsa, bir keyin ikkinchida olib borib undan beramiz. Olib borib ustanovka qilinadi. Yaqinlar albatta nafaqat material, mehnat ham full bo'lgan bunga. Albatta. Mehnat ham maksimalli. O'zi chiqarishda o'zi bo'lmaydi aka. Bu bir-biriga keltirishda o'zi ko'rinishi oddiy bo'lishi mumkin, lekin mehnat juda katta bo'lgan bu narsada. Haqiqiy full bo'lgan yaqinlar. Pastda akam raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar inshaalloh sizlar ko'rgan darvozalarni hammasini olib borib ustanovka qilib berishadi. Ko'rsatadiganini ko'rsatdi aka hozircha. Bitta darvozamiz, uni ham ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi. Yana bitta darvoza bor aka. Uni ham ko'ringlar. Bu ham o'sha turist fason. Xo'p, o'ta skromniy bu. Mana. Turist fasonni juda chiroyli holatda. Skromniy, ortiqcha hech qanday joyi yo'q buni ham. Ko'pchilik xohlagan narsa bu ham. Xo'p, eniga 3.13
balandligi 3 metrli darvozamiz. 8 million 900 ming so'm olib borib o'rnatib beramiz buni ham aka. O'sha 1.8 2 qavatli polda 100% shumka holatda aka. Shumkalar qilingan. Shu buni ham o'sha agar zakaz berilsa, kvadratda 1 million 200 ming so'mdan skidkada 950 ming so'mdan to'g'ri keladi. Har bir kvadratdan 250 ming so'mdan skidka va umumiy qancha bo'lyapti shundan aka? Xo'p, 8 million 900 ming so'm bo'layapti. Skidka narxi zakazga bo'ladigan bo'lsa 11 million 200 ming so'm rasida bo'ladi. 1 million 300 ming so'm bunga ham skidka bor, xudo xolasa. Ya 1 million emas. 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. Ha, yaqinlar foydalanib olinglar. $200 Xudo xolasa akalarim inshaalloh xizmatda. Undan tashqari ko'pchilikda nima bo'lishi mumkin aka? O'zini yoqtirgan darvozasi bo'lishi mumkin. Buni ham rasmini tashlasa, unga ham muammo yo'q aka. WhatsApp, Telegram 24 soat onlaynmi? Samarqand fasonda ishmi, Dubai fasonda original variantini tashlasa, rasmlar aloqalashamiz. Hamma darvozani kelishtirib qilib beramiz. Inshaalloh. Kazirok deyishadimi, barel deyishadimi, so'rtahmi, valishmi, hamma temir ishlar barcha ishlarni bitiramiz O'zbekiston bo'ylab aka. Temir mavzusi borki, inshaalloh aloqaga chiqaverasizlar. Yaqinlar video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, yaqin o'rtada qurilish qilgan yaqininglar yuborib qo'yinglar. Va albatta o'sha darvozani ehsonga berilishiga hissam qo'shilsin deganlar bitta chiroyli kommentariy yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Akramjon aka, kattakon rahmat sizga ham aka. Joningiz sog' bo'lsin. Yaqinlar keyingi videolarda ko'rishguncha.